بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب المستشار مؤتمن. birovga maslahat qilinsa, maslahat so'ralgan odam bu omonat topshirilgan odamdek bo'ladi. Birovga omonat topshirilsa xiyonat qilmasligi kerak. Demak, maslahat so'ralgan odam ham xiyonat qilmasligi kerak. 256 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam li Abil Haytham hal laka khadimun qala la. Qala fa idza atana sabiyyun fa'tina. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقيه. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Haytham degan sahobiga sani xodiming, xizmatching bormi debdilar. Yo'q degan ekan, bo'lmasa bizga asir tushganlarni olib kelganda kelsang, sizga asanga beramiz debdi. Biroz o'tgandan keyin ikkita asirni olib kelishibdi, ikkita odamni. Olib kelishgan ekan, uchinchisi yo'q deyiladi. Shunda Abu Haytham kelibdi. Kelganda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdi, mana ikkovlaridan tanlaganingni ol. Abu Haytham aytdilarki, ey Allohning rasuli, o'zingiz tanlab bering menga. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, maslahat so'ralgan odam omonat topshirilgan odamdir. Mana uni ol debdilar. Buni ol. Men buni namoz o'qiyotganini ko'rdim. Va bunga yaxshilik qil debdilar. Mana shu yerda qarang, odamlarning yaxshisini tanlashda namoz o'qishini bosh sifat qilib qo'yadilar Rasululloh. Namoz o'qigan odam yaxshi bo'lishi kerak. Yaxshi bo'ladi. Uni bo'yi uzun ekan, qomati kelishgan ekan, yana nimadir demadilar, namoz o'qiyotganini ko'rdim dedilar. Haligi Abu Haytham demak xizmatchini olib uyiga borib bo'lgan voqeani aytdi. Shunda xotinlari aytdilarki, qarang ayol kishini zo'rligini. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan narsaga yetishishing uchun buni ozod qilmasang bo'lmaydi dedilar. Rasululloh bunga astag'fir bihi xayran dedi. Bunga yaxshilik qil dedilar. Yaxshilik qilishni, Rasulullohning gapini amalga oshirishga yetishaman desang, buni ozod qilasan endi dedi. Xotin aytayapti. Shunda Abu Haytham aytdilar, bo'pti, bu ozod Allohning yo'lida. Bu gapni eshitgandan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Alloh taolo qay bir nabiyni yuborgan bo'lsa yoki bir xalifani shu xilofat bilan ta'minlangan bo'lsa, albatta ularni ikki xil yaqinlari bo'ladi. Qo'ltig'iga kirganlar bo'ladi. Bir xili unga yaxshilikni buyuradi, yomonlikdan qaytaradi. Ikkinchisi e'tibori yo'q. O'lib ketyaptimi, boshqa qilyaptimi? Yo'q, qo'ltig'iga kirib olib foyda olsa bo'ldi. Kimki shu o'zini qo'ltig'iga kirgan yomonlardan saqlansa, qolgan hamma narsadan saqlangan bo'ladi dedilar. Bu yerda haligi Abu Haythamni ayollarini maqtavi. Ya'ni qarang, yaxshi maslahatchidan katta bir savobli ishga u kishi demak erishdi. Shundan chiqadiki, demak birov istishora, maslahat so'rasa, bu yerda nihoyatda maslahat so'ralgan odam o'zini katta bir mas'uliyat ostida qolganligini his qilish kerak. Birov o'zini demak manfaatiga oid bo'lgan narsani bunga ishonib topshirdimi, demak omonatni olganday bo'lar ekan, o'shunda maslahat qilishda xiyonat qilmaslik kerak.
albatta yaxshi maslahat berish kerak ekan. Boshqa hadislarda keladi, bilib turib yomonlik qilsa bu juda katta gunoh bo'ladi. O'zi biladi shuni maslahatni qayerda yaxshiligini biladi, lekin qasddan aytmaydi-da, boshqacha maslahat beradi. Bu juda yomon narsa. Kimdan maslahat so'ralsa, kattami, kichikmi, muhim narsadanmi, arzimagan narsadanmi, albatta buni omonat deb bilish kerak, omonatga xiyonat qilmaslik kerak.